Biz hazır Eşmail'de klientimiz uyuna keldik. Bu yerge uşunday Peska bloktan düşoy komta salan eken. Biz bunun için bütürgen keldik. Bunun günü kelip baldarız. Santinike stashke işten toplip alışten kılıp kettiler anan stashke kurgadı. Hazır sizler bilen tırsılatıp kalgan işin bütürü koyuz. Bu klientimiz şu Peska bloktan deval kötörgönüne biz içkeriden karkas tokup utuplena kılabız. Mına dostlar körgüler bitti. Hazır sizlerge bir çekeden tushuntirib bereyin. Eshik, mına главный kirish eshigimiz. Eshikdan kirganda o'ng жаққа shunday radiatorda o'rnatib berdik. Korpusga. Andan keyin kirganda to'g'ri shunday rakinani joylashtirib berganmiz 60 cm. Ustida shunday to'g'riq jana turgan ko'zgusi bor. Andan keyin sol jag'imizda ko'rib turibsizlar do'stlar shunday dushovая zona, koленайникdan перегородка qilib berganmiz. Mına eshikda açqanda shunday so'ng mesda chiqadi. Mına do'stlar trapni ko'ringizlar qanday. Chekeden chekegacha trap bo'lgan. Polik salib qo'yilgan. Siyg'alanmaydi. Mına глянцевый кафель. Bardagi yaxshi. Смеситель, polka bardagi yaxshi. İşletiveradi so'ng. Andan keyin unitazni joylab berganmiz. Unitazimiz shunday ko'rinishda. Andan keyin kir mashina ustida isitgich joylab berganmiz. Ko'rib turibsizlar shunday do'stlar. Pollarimiz глянцевый кафель, devorlarimiz глянцевый dekorativniy panel shunday ko'rinishga ega. Patologlarimiz глянцевый natijada patolog bo'lgan. Shunday safitlarimiz bor, qora svetda. Ventilyatsiyamiz bor. Do'stlar, shu dekorativniy panelda qaysi keladi chalishtirib o'tasizlar deganlarga mana ko'rsatib o'tayin. Shu ultrafix montajni keladi chalishtirib o'tamiz. Bu o'ta sapattur. Bu universalniy plastik, kirpich, steklo, beton, gips ketaveradi. Ultrafix ati bu yerda bardagi yozilgan. Sizlarga ham shu kelidan ishlatishda sunishda qo'yam. Sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib ketingizlar. Agar kanalimizga qattiqlagan bo'lsangizlar, kanalimizga qattiqlab qo'yinglar. Shunday xizmatlar sizlarga da kerak bo'lsa, Sirajbek Sanzel Group profilimizda nomer qoldirganmiz. Kelib podpiska bo'lib, anan shu yerda nomer qoldirganmiz. Nomerga baylanishib жұмысыңыздарды қылсаңыздар болады. Sizler bilen men Sirajbek keyingi ishlarda jolukishuncha sog' bo'linglar, salomat qoling.